Bugun sizlar bilan Zyoz Nebani originalini ko'ramiz. Ketdi. Hop, Zyoz Nebani optimal oknosi mana qilib joy taxlab olingan. Ko'rib turibsizlar. Bu nimaga qilinganini video davomida tushuntirib o'tib ketaman. 3ta, mana olgan 3ta qilib 18 ta qilib qo'lingan hozir. Bo'lib olingan patoloni. Patolo 1 metr taqiladi yo'dan ham bu yo'dan ham. Sababi 3 ga bo'lingan. Mana birinchi qismi, mana bu ikkinchi qismi, mana bu uchinchi qismi bo'ladi, keyin taqib oriladi. Hozir buni orqasiga o'tib, sekin ishlanadi. Mana chizuvi nimaga qo'yilganda bo'lishidir. Mana chizuv hozir mana narsani mana mashina ichiga yoyib beriladi. Bitta donasi 27 ta dona bor. 27 ta mana mashinadan chiqib ketmaydi. Mana shu yoqqa mo'ljallab yoyib beriladi. Har bittasi mana shunaqa qilib chiqiladi. Bu nimaga kerak? Chalg'ib ketmasligi uchun chegarasidan o'tib ketib qolish kerak emas. Bu yerda proyekt shunaqaki, mana yulduzlarni ko'rasizlar, ya'ni yulduzlarni o'zidan chiqib ketadigan bor. Mana shu yulduzdan o'z yonadigan qilib qilingan. Bu yerda pechat, adnotorniyda xohlagan joyiga tiqib tashlayverasiz. Bu yerda aynan mana shu yulduzlarni o'ziga taxlangan. Pechat qo'yotganingizda e'tibor beradigan joy bo'lishi kerak. Mana joyi yopishib qolish ehtimoli bor. O'sha joyga akkuratni e'tibor berasizlar. Bo'lmasa patologiya tushasizlar, boshqatdan qilib berishingiz to'g'ri keladi. Ko'rinishi shunaqa holatda bo'ladi mana. Bittasini bitta qilib tortib chiqilgan. Mana narsa nur berib turadi tepada. Mana optimal oknoni mashaqqa olib kelib, shundoq qilib suqib qo'yiladi bo'ldi. Bo'ldi. Shunaqa bo'ladi xudo xolisa. Xuddi shunaqa qilib tiqib kelingan mana mashinaning hammasi. Kleyni birinchi tog'liga tekkizib, keyin sekin ko'tarib qo'ysa ushlab qoladi. To'xtab qolsa qochib ketmaydi. Ko'rib turganingizdek bo'ladi jarayon. Mana. Qaranglar. Kleyni bir tomchi kley, mana. Mashinaga ishi mashina 475 tami, 500 ga yaqin tesh anaqa bor. To'la bor. Shunaqa narsa qilib chiqiladi. Bitta kesib chiqiladi endi mana. Ish jarayoni shunaqa. Oldin tekshirasizlar, ya'ni mana bunaqa qilib, tepaga pastga qilib nimaga kley tegganmi, tegmaganmi, yaxshi qotganmi, yaxshi qotmagan bo'lsa, uni yana bitta kleylab olib turib, keyin kesishni tavsiya qilamiz. Ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa qilinadi. Optik to'la mana bunaqa bo'ladi. Hali proyektorga qo'yilmagan varianti. Buni hozir mana bundoq qilib, nurga tegizsa, mana hammasi nimadan o'tadi. Olib turing-da shunda. Mana yana o'chuv ko'rinib turibdi. Tegizing. Ko'rasizlar? Mana shu narsani yonib o'tishini ta'minlagan narsa o'sha proyektor bo'ladi. O'sha narsani o'zi qimmat turadi. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, cho'tga qilib beramiz, aloqaga chiqarasizlar. Tartib nima bo'yin og'rib qoladimi? Og'rib qoladi aka. Mana shu bo'yinga ozgina ishlab turishingiz kerak. Mana shunday o'ngga chapga qilib. Bo'lmasam, mana shunaqa turrasizlar deb qarab bo'yinlar og'rib qoladi. Mana bolalarning hozir bo'yin tomir tortishib qoldi. Mana shuncha teshuvni teshib chiqishi, mana shuncha teshuvni kleylab chiqib, yana kesish o'zi emas. Shunga yarasha narxi ham, puli ham shunga yarasha bo'ladi-da. Hoppa, ko'rib turibsizlarmi? Miltillaqlar, ya'ni mana bunaqa ham miltillagani seziladi. Mana. Ko'k, yashil, ustunovka jarayoni shunaqa bitiriladi. Xudo xolasa, kimga to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizga o'tsanglar bo'ladi. To'liq videosini o'sha yerga joylab qo'yganmiz. Xudo xolasa, kimga natijali patolog xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar, sog' bo'lasizlar.